Biz buna Jalal degan do'stimizning uyida bizni qonaqqa chaqirdi. Biz buna qizim Laura Moskvadan keldi edi. Bizni qonaqqa chaqirib, uyida qo'noq bo'ldik. Hozir tamoq ishib, aytdinib oldik. Endi biz yerda lag'a chiqib, priroda, tabiatni, tavdi, binokl berib qo'ydi. Shu binokl bilan qaraymiz qanday ekan. So'ng mana joyda tav, uyning mana joyida tengiz, bu yoqda more, yaxshi yer. Mana qishning bugun chislasi qancha bugun? 14. Bugun 14 января. Bugun 14 yanvar. 14 yanvarda biz yerda hozir qor beldim bo'lsa, Qozog'istonda bu yerda jaz. Ну, где-то, я думаю, где-то минус 18-19, ой, плюс 18-19 есть, да. Да. Kecha bizlar Shomulga bordik, nega tengizga. O'sha odamlar, ayollar shomulib yur. Bugün вообще kun жақсы kechga qaraganda issiq. Да, еще теплее. Bugün de kechga shomulga qazmi qarayman qanday ekanini. Вау! Там видно все, что там в горах происходит, в горах Турции. Tavuğun bası qanday. Апельсиновые, мандариновые деревья, видите? Да, вау, сколько? Банановые. Апельсиндер, прямо. Тамаша. Красота. Хорошо, да, с одной стороны горы, с другой стороны море. Al endi men tengiz ko'rayim borib endi qani. Bu yoqda ana жылый дома. Ar жағының барлығы tengiz. Uylar qanday. Жерде ағаш. С одной стороны горы, с другой стороны море. Вот это кайф, да? Красота, кайф. Очень красиво. Teşekkür.